Assalomu alaykum, ona O'zbekistonim. Assalomu alaykum bizni kutayotganlar va sog'inganlar bormisiz, omonmisiz? Barchaga yana bir qutlug' kun muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Shunaqa mehrli ko'zlari bilan bizga hozir tikilib turgan Omonamonni aziz muxlislari, niyati nomida mujassam bo'lgan Omonamon dasturi bugun ham o'zini maqsadlari yo'lida sobit. Bugun ham sizni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Eng muhimi, tabassum yuzingizdan arimasin. Qani bitta kulingchi. Bitta tabassum qiling, mayli. Jilmayib qo'ying, juda bo'lmasa. Qarang. Qanaqa chiroyli, sizga yarashadi. Doim shunaqa bo'ladi. Bejizga Umida xonim kulayotgan inson misoli quyosh deyishmaydi. Quyosh men uchun hammaga kerak. Shunday ekan, bugungi kunda yaqinlaringiz uchun va o'zingiz uchun quyosh bo'ling. Albatta. Yuzingizdan tabassum, labingizdan kulgu, mana shunday xonadoningizdan xotirjamlik hech qachon arimasin deb biz bugun ham yaxshi maqsadlar bilan, go'zal niyatlar bilan ish faoliyatimizni boshlayapmiz. Qarshi olgan kunimiz 17-fevral, haftaning 2-kuni, seshanba. Taqdimotlarning boshlanishi oshxonadan bo'lsa, menimcha ustiga a'lo nur bo'ladi. Har doimgidek avval taom. Badas kalom. Zuhriddin aka bugun ham bel bog'lab o'ziga xos original retseptlar bilan dasturimizni yana ham boyitishga xizmat qo'shadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zuhriddin aka Rajapov o'z ishining mohiri, oshxonamizni qiroli bo'lib mana chiroyli taomni tayyorlab beraman degan niyat bilan kelganlar. Xo'sh, bugun qanday taomni tayyorlab ko'rsatib berasiz aka? Xo'p, biza asosan hozirgi maqsadimiz ro'za ayyomiga tayyorgarlik. Ya'ni tez, foydali, zararsiz saharlik yoki iftorlikka. Xo'p, hozirgi vaqtda bizda bu yerda qo'ziqorinimiz qaynamoqda. Hozir qo'ziqorinimiz bitta chiroyli qaynab bergandan keyin buni olamiz. Buni maxsus ziravorlar bilan marinovka qilib qo'yamiz. Bor yo'g'i 5 daqiqaga. 5 daqiqadan keyin uni olib turib sariyog' bilan qovuramiz. Sariyog' bilan qovurish jarayonida ozgina smetana qo'shamiz. Uzoq bo'lsa bir 10 daqiqa yana dimlab qo'yamiz. Bu dimlangunga qadar, ya'ni uy sosiskalari, ya'ni tabiiy, hammasi halol go'shtlardan bo'lgan, bularni qovurib olib, dimlanib turgan qo'ziqorinimizni ichiga birgalikda dimlaymiz. Dimlaganimizdan keyin bu ham o'zgacha mazza beradi, ham odamning qornini ancha to'q tutadi, vitaminlarga boy bo'ladi. Mazali, ham foydali. Bu o'zingizni retseptingizmi, o'sha mualliflik asaringiz? Yo'q, endi bilasizmi, har gal e'tibor bersanglar, har gal men Mayfayevga faqat yengillikni olib chiqishga harakat qilaman. Yengillik. Shuningdek, men saharlikka zo'r choyda bu. Ham chanqonni bosadi. Immunitet safargi choydan keyin muxlislarimiz menga yozishdi. Qanaqa choy, nima qo'shildi? Aytishmadi-yu deb. Tarkibini aytib o'ting. Xo'p, qarang, bunimizda gultoji xo'roz, arkadi, shafran, lazjon, ramashka urug'idan. Koritsa обязательно. Ular hammasi foydali-da inson organizmiga. Hammasini o'ziga yarasha xususiyatiga ega, ya'ni foydali. Buni saharlikka iste'mol qilinsa, bizada chanqoq bosishi juda zo'r bo'ladi. Qisqa qilib aytganda o'zbekcha Red Bull deydimi? Yasha. Shunaqa. Kuch beradi. Quvvatlantiruvchi odamni tetik qiladi kunim bilan. Ya rahmat, baraka toping. Qanday yaxshi. Opa-singillarimiz shunaqa o'ziga xos retseptlar bilan, mazali yeguliklar bilan yaqinlarini xursand qilishni istaydi. Ertalabdan nima qilsam ekan degan juda bir katta qayg'u bosadi bizni. Mana, o'sha qayg'ularingizni aritgan bo'lsak, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Demak, anglashim bo'yicha taom 20-30 daqiqa ichida xudo xolasa dasturxonimizda bo'ladi. Unga qadar mehmonlarimiz ham kelishadi. Darvoqe mehmonlar xususida hozir muxlislarimiz kim kelar ekan, bugun kim qo'shiq aytar ekan, chiroyli suhbatlar bo'lar ekan, xalqimiz ardoqlagan ijodkor, siz ularni yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz, ayniqsa onajonim degan qo'shiqlari kirib bormagan xonadon yo'q va bu qaysir ma'noda onalarimizni madh etadigan eng go'zal qo'shiqlar sirasiga kiradi. Iste'dodli xonanda Abdulla Qurbonov va ularning farzandlari Muzaffar Qurbonov birozdan so'ng mana shu studiyada bo'lishadi va go'zal kuy qo'shiqlardan, ajoyib savollarga original javoblardan birgalikda
bahramand bo'lasiz. Qolaversa, mana shu qo'shiqlarga chiroyli xirom aylab, kayfiyatimizni ko'tarib, siz u bizga haqiqiy raqs zavqini, mana shu iste'dodini namoyon qilish istagi bilan kelgan Mashhura xonim Isoqova ham dasturimiz aziz mehmoni bo'ladilar. Qarang, qanday go'zal raqqosamiz, ko'z tegmasin deymiz singlimizga. Ko'z tegmasin. Ancha bo'ldi, sog'inib qoldik ularni. Bugun nasib etsa shunaqa chiroyli xiromlardan bahramand bo'lamiz. O'zlari ham kam emas. Meni raqslarim ko'rinmay ketayotganda endi. Yashang. Bugun ikkovlaring nima deydi? Battle qilasizlar, raqobatchisizlar. Biz aziz muxlislarimiz bilan ham mana shunaqa jarayonlarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Eng muhimi siz ham shunaqa yaxshi qo'shiqlar bo'lganda turib mazza qilib o'ynang. Ertalabdan badan tarbiya bo'ladi, bilaman. Nima bo'lgan taqdirda kayfiyatni ko'taramiz azizlar. Men bir rovga shu akamdan xabar olib kelsam. Nimaga? Chunki darmondorlarga boy bo'lgan retseptlari bugun menga yoqdi. Har holda go'sht bo'lmasa sosiska bor ekan ichida-da. Men juda go'shtxo'rman-da, aka. Endi manzili makonni ham ahamiyati. Gap manzilda emas, bilasizmi? Erkak kishi o'zi go'sht yaxshi ko'radi. To'ppa-to'g'ri. Men ketdim. Siz studiyaga nima deydi? Nozir bo'lib turasiz, hushyor bo'lib turasiz. Hali zamon mehmonlarimiz kelib qoladi. Ular yo'lda. Shunday ekan, unga qadar akamga beradigan savollarim bor va aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim bor. Qani, oshxonaga ketdik, o'rtoqlar. Bu omon 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 na na ey bu omon 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 na bu omon omon omon. Men ko'p muxlislarimiz bilan, endi xalqimiz bilan ko'p ko'rishaman. Jonli ravishda haligi ichayotgan choylar haqiqatan ham bormi o'zi deydi. Taom tayyorlaysizlar, qozonda turadimi shu narsani deb ko'p so'rashadi muxlislarimiz. Ularga qiziq. Haqiqatan ham mana qo'ziqoni qaynayapti o'rtoqlar. Buni ola olmayman-da, lekin issiq ekan. Aytmoqchi bo'lganim, hamma narsa tayyor. Mehmonlarimiz biroz tabi nozik insonlar. To'g'ri. Bilasizmi, Abdulla akam oshxona bilan bog'liq ishlarni 100% zo'r bajara oladilar. Sababi bolalikdan o'sha non tayyorlash bo'yicha haligi nonvoylik qilganlar. Xabaringiz bormi? Ha, bilasizmi? Abdulla Qurbonovni? Bilaman. Non yopganlarni. O'shaning uchun men siz aytmoqchi bo'lganim, shuni hozir maqtadingiz-ku. Kelganlarda oshxonaga tortib olaylik, bir ishlatib ko'raylik-chi. Qo'shidi kim aytadi? 5 minutda qilib beradilar, men xamir qilib qo'yaman ungacha. Bo'ladimi, nima deysiz? Bo'ladi, lekin o'zlari nonlarini ko'raylik-da. Albatta ko'ramiz. Avvalambor o'zlariga taklif tashlaymiz, agar qarshilik bildirmasalar. Albatta. Men qoyil qolganim, o'zi novvoy odam hamma narsani qila oladi degan odam. Nima demoqchi bo'lganimki, haligi oshxona bilan bog'liq. Endi mana bu sosiskani sariyog'ga qovurayotganingizni birinchi marta ko'rishim. O'zi umuman sariyog' menimcha juda mazali chiqadi, ayniqsa bunaqa shirin. Da, buni ichida bizda qiyma, ya'ni tovuq qiyma bilan go'sht qiymasi. Go'sht qiyma sirri bor ichida. Ha, yashang, zo'r. Sirri bor. Ko'z tegmasin. Sirri ham odamni mejasiga tegmaydi, maza qilmaydi-da. Pishloq qo'shilgan. Qaymoqda ketadi-da. Yo'q, qaymoq endi qo'shamiz. Ha, yo'g'i? Da, qaymoq qo'yamaydi. Qissa bo'lar ekanda qaymoq ham. Demak, azizlar, mazali taom birozdan so'ng tayyor bo'ladi. Mazasiga biz baho beramiz, siz esa ko'rib baho berasiz. Ham o'rganamiz, sinab ko'ramiz. Xullas kalom, nima deydi? Zo'r ko'rsatuv bo'ladi. Hozir bitta ota bolani bilasizmi, sinovdan o'tkazamiz bugun. Muzaffar bilan Abdulla akamni sinovdan o'tkazamiz. Ha, ham oshxonada sinovdan o'tkazamiz. Agar o'zlari xo'p desalar, ham studiyada go'zal qo'shiqlar bo'ladi. Mana bunday ko'rsatuv bo'ladi. Uzoqlashib ketmang. Degustatsiya qildiramiz. Ya'ni bu choy bugun birinchi marta qilinyapti. Premyera, debyut. Da, bularga bir tatib ko'rishadi, bahosini beradilar. Albatta. Xudo xolasa bitta choyda 5 ta tam bo'lishi kerak. Juda ham soz. Unga qadar sahifa tomosha qilamiz. Ushbu sahifa ham azizlar e'tiboringizdan chetda qolmaydi degan umidamiz. Uzoqlashib ketmang, tezda qaytamiz. Demak azizlar, jonli efirda omon-omon dasturi davom etadi. Yana bir bora barchamizga kun xayrli bo'lsin, tong xayrli bo'lsin, yaxshi niyatlar va albatta kun davomida yaxshi insonlar siz va bizga hamroh bo'lsin. Yaxshi insonlardan biri sahnamizga chiqishga tayyor turibdilar. Go'zal qo'shiq bilan xalqimizni ko'nglidan joy olgan san'atkor. Men ularni el sevgan va elni sevgan san'atkor degan bo'lardim. Sababi kirgan davrlarga fayz va quvonch olib kiradilar va kirgan davralarda albatta
muxlislarni, xalqimizni ko'nglini olib, duolarni olib yuradilarki, ko'rib men doimo xursand bo'laman, havas qilaman. Albatta, har bir ijodkor borki, xalqqa suyukli bo'lishni istaydi. To'g'ri, juda bir olamshumul ijod qilganlar ham kam emas, lekin xalqni yaxshi ko'rganlari kam. Ular mana shunday qatorda desak mubolag'a bo'lmaydi. Ham sevimli, ham mashhur xonandamiz Abdulla Qurbonovni ana endi sahnamizga chorlaymiz. Marhamat. Abdulla aka, Marhamat. Gah o'zgarar sokin hayot, kimdir to'sar daryoni ham. Qayg'urma do'st, yov bo'lsa shod, yor visolga ber sabr ham. G'amlar o'tar sabr etsang, bo'lar oxir poklik g'olib. Yorug' kunlar kelar kutsang, daryo yana oqar to'lib. Oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham, yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor bo'xton qilganda ham, oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham, yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor bo'xton qilganda ham. Arazda g'am sevgi yashar, sinalar yor do'stu oshna. Yana chaman bog'lar yashnar, qo'shiqlarga to'lar dunyo. Oqqan daryo oqmay qolmas, umidingni so'ndirmasin. Chin yor axir ishqdan tolmas, ko'ngil gulin so'ldirmasin. Oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham, yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor bo'xton qilganda ham, oqqan daryo oqmay qolmas, butkul to'xtab qolganda ham, yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor bo'xton qilganda ham. Ofarin. Abdulla aka, katta rahmat.
Raqqosa singlimiz Mashhuraxon Mashhuraxonim. Isoqovaga ham katta rahmat. Ijozga omad, muvaffaqiyat. Yana sizdan chiroyli raqslarni kutib qolamiz. Boringizga shukur. Sog' bo'ling. Raqs yoqdi sizga. Albatta, Unda qo'shiq aytishingiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qadrdonim Yaxshi bor. keldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani kelingchi. Keling davramizga. Yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Katta Assalomu rahmat. alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mani mehri daryo, saxiy, qo'li ochiq, mehmondo'st, hojonalarim, hojotalarim, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, hammanglar bilan g'oyibona shu oynai jahon orqali diydorlashib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Biz sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Nimaga desanglar, sizlar bo'lmasanglar biz kimga qo'shiq kuylaymiz? Sizlar borsizlar, bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar, duo qilib turasizlar. Xudo xolasa biz ijodda to'xtamaymiz. Boringlarga shukur. Har doim o'zinglarni asranglar. Ayniqsa hozir mana yaxshi kunlar yaqinlashib kelyapti. Ulug' kunlar, buyuk oila, ulug' oilaga yaqinlashib turibmiz. Allohim yetkazganingga, ko'rsatganingga, bu damlaringga shukur. Albatta. Anvarjon, Allohga shukur. Diydor shirin, a? Siz chiroyli qiz. Albatta diydor shirin. Diydor Shu kunlarda, shirin. Ayniqsa hozirgi paytda tez bo'lib ketyapti ko'p narsalar. Ulgurmayapmiz. Vaqt tez o'tyapti. Ayniqsa mana shu omon ko'rsatuvni men o'zim ko'rib turaman uyda. Ayniqsa bir sonida ko'rib qolib hozir kelishim bilan aytdim-ku, ilonlardan qo'rqmadingizmi dedim. Endi insonni har bir dami g'animatda, har bir vaqtimiz bahosi yo'q. Har bir kunni, har bir soatda, har bir daqiqani o'zini o'rni bor, o'zini egasi bor. Xudoyim mana shunaqangi yana omonlikda ko'rsatganiga, yaxshi bir davrada jam qilgani bizni eng go'zal bir yaxshi baxtimiz, eng go'zal bir damimiz shunaqa bo'lsin. Mana diydor haqida gapirganimki, shu kunlarda agar vaqtingiz bo'lsa, imkon bo'lsa, kim bilan mazza qilib, hech narsani o'ylamasdan diydorlashgan bo'lardingiz. Shunaqa rejadagi insonlar bormi? Endi birinchi o'rinda aytaymi, mani bebaholarim, otajonim, onajonim borlar, hojonam, hojotam. Qo'llarimiz olmaz. Hozir avvallari endi bilinmas ekanmi, bola bo'lganmizda endi qachon ota-onani qadriga yetasan deyishadi-yu, o'zing ota-ona bo'lganingda, o'zing doda bo'lganingda deyishadi. O'shalarni mana hozir ko'zimiz oldiga keladi. Hamma mana shu o'tgan kunlarimiz, bolalik davrimiz, hozirgi davrimizni hojona hojotalarni ko'rib bir xil payt vaqt tez o'tyapti, tez katta bo'lib qolishgan. Endi qaridi, endi qarilik yashdi. Men Xudodan so'rayman, Allohim har bir insonni bevaqt o'limdan asrasin. Nohaq jazodan asrasin, qurul tuhmatdan asrasin. Mana hozir mana ulug' oilada turibmiz, Xudo xolasa. Shu ko'p boylikdan ham ko'ra eng katta boylik bu ne'mat, ulug' ne'mat, tinchlik ne'matida. Men shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib qolaman. Allohim bizani yurtimiz bahonasida butun dunyoni tinchlik bilan ta'minlasin. Butun dunyo tinch bo'lsin. Bilasizmi, qo'shningiz notinch bo'lsa, siz notinchsiz-da. So'zsiz. Men shu ayniqsa ulug' ne'mat. Ko'rib turish kerak. Mana hadib telefonda bo'lar bo'lmas, anu bachkana ovozliklar, har xil narsalarni ko'rgandan ko'ra, mana shu boshqa yengilliklarni ko'rib tursa, Dunyo xabardor kunimizda mana zamonda mana ko'rsatuvlarimiz O'zimizda ham juda ko'p yangiliklar beramiz. yana ham muhabbatimiz kuchayar ekan. Shukrini qilishimiz kerak. Shukrini qilishimiz kerak. Albatta. Bu tinchlikni Albatta. qadrlashimiz kerak, Albatta. asrab avaylashimiz kerak. Endi xalqimiz sizni boya aytganimdek, o'sha mana shu samimiyatingiz, mana shunday bir go'zal qalbingiz uchun yaxshi ko'radi avvalo. Qalb go'zal bo'lsa, yurish-turish ham, qo'shiq ham, ijod ham go'zal bo'ladi. Boya aytdim, eng chiroyli onalar haqida aytilgan qo'shiqlardan bittasi Abdulla akamga tegishli dedim. Shu onajonim kirib bormagan davra yo'q. Yo'q. Qarang, Qalbi yo'q. olmani tagiga olma tushadi-da. O'g'illari Muzaffar ham ona haqida shunaqa chiroyli qo'shiq kuylayaptilar. Do'stimiz omadini bersin deyman. Hozir keling, endi siz kelgan Onani gapirdik ham, men ham onamlarni yaxshi ko'raman. Hammamiz onamizni yaxshi ko'ramiz. Men bunga ham ko'pincha Muzaffar hozir Xudo xolasa davraga taklif qilsak eshitasiz. Onani ko'proq kuylayver. Sababi olamlarning sarvari Janobi oliylari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham ona dunyoga keltirganlar-da.
onalarni qanchalar e'zozlasak, qanchalar hurmat qilsak, ularga faqatgina qo'shiq har damlarimizda, har vaqtimizda ona sizni yaxshi ko'raman, ona siz go'zalsiz, ona siz hammadan chiroylisiz, mani go'zalim, mani mehribonimsiz ona desangiz, bilasizmi onani ko'ngli qanaqa tog'ga ko'tariladi. Shuning uchun ona qo'shig'ini ko'proq kuylagin. Onani kuylab kam bo'lmadingiz mana. Ha, onalar to'g'risida qancha maqtasak, qancha ularga shirin so'zlar, qancha ularga yaxshiliklar, qancha ularga mehr bersak, shunchalar hayotimiz ham go'zal bo'ladi. Yashang, yashang. Demak, hozir aynan mana shu qo'shiqni birgalikda eshitsak, agar imkon bo'lsa, Muzaffarjonni biz sahnamizga taklif qilamiz va go'zal qo'shiqni birgalikda eshitamiz. Baxtimizga onajonlarimiz omon bo'lsin. Muzaffar Qurbonov kuylaydi. Marhamat. Onalar uchun. Yolg'oni yo'q bormi sizdek mehribonim bir odam, agar qalbim bo'lsa muzdek ilatguvchi parvonam, qayg'u g'amga botib ketsam tark etganda bu olam, ne holda bo'lsa ham chindan yonimda siz jon onam, ne holda bo'lsam ham chindan yonimda jonim onam. Dunyo ichra bir dunyosiz, dardlarimga siz davosiz, men uchun eng mehribonsiz, onajonim, jonim onam. So'zlaringiz hech yolg'onsiz, yaxshiyam baxtimga borsiz, hammadan ham eng go'zalsiz, onajonim, jonim onam. Qilib tolmas qo'li qadoqmi, yaratay deb o'zimdan so'ng bir bog'ni, yo'g'idan bizni bor qilgan jon onam. Onam dunyo ichra bir dunyosiz, dardlarimga siz davosiz, men uchun eng mehribonsiz, onajonim, jonim onam. Dunyo ichra bir dunyosiz, dardlarimga siz davosiz, men uchun eng mehribonsiz, onajonim, jonim onam. So'zlaringiz hech yolg'onsiz, yaxshiyam baxtimga borsiz, hammadan ham eng go'zalsiz, onajonim, jonim onam. Assalomu alaykum. Ofarin. Xush kelibsiz do'stim, jigarim. Omonmisiz? Muzaffar. Doim qo'li balandda bo'lsin, zafar quchsin. Zafar quchsin. Talabali yigit bo'lsin deb shunaqa chiroyli ism qo'yishgan. Muzaffar keling. Keling, Xush marhamat. kelibsiz. Ana, yig'ladingiz. Beixtiyor onalar haqida sho'x qo'shiq bo'lsa hamchi odamni ko'nglida allanechuk tuyg'ular bo'ladi-da, chunki bilib bilmasdan baribir onalarimizni ko'ngliga ozor berib qo'yamiz-da. Yaqinda Farida Afrozni bir gaplarini eshitib qoldim. Biroz qattiq ham tuyuladi, lekin tagida haqiqati ham bor. Ya'ni ularning fikrlaricha ota-onani qaratadigan
Endi biroz yana ta'sirliroq bo'lishi uchun aytganlar, ota-onani o'ldiradigan bu farzand bo'ladi. Chunki yaxshi farzand bo'lsa, ota-ona gurkiraydi, umri uzoq bo'ladi. Ba'zan farzandlarimiz quloqsiz bo'lib qolsa, Qobil bo'lsa? ha, ota-ona kuyadi degan gaplarni aytganlar. Bilib bilmasdan ularga ozor bergan paytlarimiz bo'ladi. Shunaqa sho'xliklaringizni eslab ba'zan o'zingizdan xafa bo'lib ketasizmi? Shunaqa paytda onajonga nima degingiz keladi? Endi bilasizmi, jonim, singlim, biza 50 ga kirsak ham, mana hozir onam umrlari uzoq bo'lsin, hoji onam bilan 80 bahori qarshilikda mana shu kelayotgan aprel oyida onamiz uchun bolamizdek baribir. Men bir xil payt telefon qila olmay qolsam, xavotirga tushadilar-da. Salladan nima ketadi? Qo'lingdagi shundoq bitta tugmani bossang bog'lanadi telefonda salla, sharoit bor. Meni xavotirga qo'yma deydilar. Ota-onaga boyga aytib o'tganimizdek, qancha shirin so'z gapirsak, qancha ularga xursand qilsak, qancha ularga yaxshilik qilsak, bizga o'zimizga qaytadi-da. Qaytar dunyo. O'shaning uchun ota-onani hurmat qilib, ularning xizmatlarida labbay onajon, labbay otajon, nima qilgay, nima yegiz kelyapti, qayerga borgiz kelyapti. Hozir chet el ham shart bo'lmay qoldi. O'zimizda ham. Rost, men kecha mana shu tuni kecha bir do'stlarimiz bilan o'tirganda, biz oldin chet elga chiqsak, magaziniga kirib, kiyimlarni ko'pligini, mana oziq-ovqatlarni ko'pligini ko'rib, voy, chet el shunaqa ekanmi derdik. Hozir Allohga hamd bo'lsin, shukronalar bo'lsin. O'zimizni Toshkent City'ga kelsangiz, chet elga tushib qolganga o'xshaysiz-da. Mana keyingi O'zbekistonimizda hamma yog'i obod bo'lib ketyapti-ku. Iloyim ko'z tegmasin. Bundan-da obod bo'lsin. Iloyim obod bo'lishi kerak bizni. Ularni aylantirib, vaqtimizga bas ko'nglingizni olib, ularni ko'ngillarini olib, vaqtingizni ayamay yuring ona, yuring ota aylantirib kelaman desangiz, ular Ko'ngillardagi g'ashliklar tarqab ketadi. Shu ko'ngil ko'tarilar ekanda, ota-onaga Ko'ngildan. og'iz shirin so'z ham boshqa narsa-da, ya'ni javra beradigan onani siz qayerdan bilasiz deyish kerak emas ekan. Endi ular bilishmasa gapirishmaydi. Vaqtida shunaqa deganmisiz? Deganman. Men o'zim sho'x bo'lganimga onam aytadilar, "Sen qachon quyilasan" derdilar. Men endi hozir nevaralarim bor. Endi ona o'zingiz meni to'polonchi qilib. Hech yuzma-yuz so'zlardan kechirim so'raganmisiz? Albatta. Albatta men onamlardan, "Ona mendan xafa emasmisiz?" desam, "Men xafa bo'laman, ichimdan tushgan bolam" deb. Onam-ku har doim otam ham, onam ham meni o'zligi erkalab katta qilishgan. O'zi 11 ta bo'lsak, men 7-farzand bo'lganman uyda. Endi bozorda o'sganman-da, endi unisi emas, bunisi emas, men bozorchi bola bo'lganman. Tadbirkor, nonni sotardim, nonni puliga sabzi olib, sabzini to'g'ratib, chimchiy qilib, karislarimizni borib sotardim. Ofarin. Bolalikdan mehnatda o'sgan insonsiz. Mana onalarimiz haqida gap boshlandi. Onalarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Sizni onajoningizni, hojonani ko'rib duolarni olishga musharraf bo'lganman. Umrlari uzoq bo'lsin, hozir ko'rayotgan bo'lsalar. Aytmoqchi bo'lganim, qayerdaki o'sha jamiyatda, o'sha davlatda ayolni, onani qadri ulug' bo'lsa, davlatda ham qadri yuksak bo'lar ekanda. Ko'z tegmasin, bizning mamlakatimizda obodlik o'sha onalarimizni ko'nglidan, hammamizni qalbimizdan va ularga bo'lgan hurmatdan shunaqa bir gurkirab yashnayapti. Mana shu ulug'lar duo qilyaptimi? El yurt tinch bo'ladi, Xudo xolasa, mana shunda obodlik bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, har birimiz o'zimiz ishimizni chin ko'ngildan qilsak, bu jamiyat, bu yurt rivojlanadi. Biz qadrlashimiz kerak. Maqsadimiz bir. Maqsadimiz bir. Shu kunlarda ham mana challenge bo'lib o'tyapti. Challenge o'tkazilyapti bir maqsad yo'lida. Shu vatan uchun, xalq uchun, millat uchun har birimiz biz yaxshi gapirsak, chiroyli ko'rsatuvlar qilsak, akam yaxshi qo'shiqlar kuylasalar, oshpazimiz chiroyli nima deydi, taom tayyorlasa, hamma o'zini ishini Yaxshi, chin astoydil, ko'ngildan, sadoqat bilan qilsa, bu yurt Xudo xolasa bundan ham yana ham gullab yashnaydi. maqsad bittada. Ko'z bo'yamachilikdan Xudoni o'zi asrasin. Yolg'on gapirishdan Xudoni o'zi asrasin. Eng kerakligi narsa xiyonatdan o'zimizni asraylik, xiyonat qilib qo'yishdan asraylik. Nima uchun? Xiyonat bo'lgan joyda baraka bo'lmaydi. Bir kun janjal bo'lgan xonadondan 40 kun baraka ko'taradi. Hozirgi gapingizga qo'shimcha qilmoqchimanki, ayollarimizni, onalarimizni, opalarimizni, singillarimizni qancha biz e'zozlasak, qancha ularni hurmat qilsak, qancha ularga yaxshiliklarni
chunki dunyo go'zalliklarini biz ulasha olsak biz baxtiyormiz, to'g'risi. Muzaffar ham onajonlarga rahmat aytmoqchilar shu qo'shiq barobarida, lekin juda sizni tinglab o'tiribdilar. Xalqimiz ularni ham shirin so'zlardan bahramand bo'lsin. Xush kelibsiz avvalo. Muborak bo'lsin. Juda ham chiroyli, go'zal tarona bo'libdi. Sizlarga yoqqanidan xursandmiz. Xudo xolasa shu xalqimizni xizmatida mana Anvar akam bilan ham ko'p ko'rishib qolamiz. Harakat qilamiz, yaxshi qo'shiqlar chiqarib shu xalqimiz xizmatida duolarni olib xizmat qilish davomiy bo'lsa ilohim. Onajoningiz yaxshi ko'rishi tez aytib turasizmi? Endi aytib turaman. Endi bir xillarda hozir biz xijolat bo'lamiz, baribir uyalishimiz bor, boshqamiz bor. Lekin shu qo'shig'imni ham onamga, otamga shu surpriz tariqasida Tayyorlagansiz. Martabangiz ulug' bo'lsin. Albatta. Yarim hali siz qiladigan, siz kuylaydigan hamma go'zal qo'shiqlarni oldinda yoningizda eng muhimi ilhom beradigan, motivatsiya beradigan, dalda beradigan inson Tog'ingiz bor, suyangan tog'ingiz. Oldinda azizlar ajoyib savollarga qolaversa ajoyib javoblar bo'ladi. Qolaversa har ikkingizga atalgan shartimiz bor, o'yinlarimiz bor, quvnoq shartlarimiz bor. Xafa bo'lmaysizlar. Bugun haqiqiy haligi nima deydi, g'alvir suvdan ko'tariladi va go'zal kuy qo'shiqlar bo'ladi. Oldinda shunday ekan uzoqlashib ketmang. Hozir bir Nafas rostlaymiz. nafas rostlab olamiz, choy xoplab olamiz. Xullas kalom qolganlar borib ishlarni qilib kelishlari mumkin bo'ladi. Bir rolga reklamaga navbat e'lon qilamiz. Marhamat. Hurmatli teletomoshabinlar, jonli efirda omon-omon dasturida davom etadi. Omonlik, esonlik tilaymiz va endi mana ko'rib turibsizlar azizlar, Abdulla Qurbonov baribir oshxona tortadi Abdulla aka. Boya aytdingiz-ku, sabzini to'g'rab, haligi chimchik qilib sotardim. Non yasaganman, non tayyorlaganman, nonvoy bo'lganman deb baribir tortar ekanda. Hozir Abdulla akamizga boya va'da qilinganidek bitta shartimiz bor, non yasab beradilar o'zlari. O'z qo'llari bilan. Zar qadrini zargar biladi. Ana. Shuning uchun men oilani Birlik mahallasi nonlarini sog'inganmiz. albatta. Toshkentda Birlik mahallasi bor, juda mashhur. Shunday ekan u yerda shunaqa shirin nonlar tayyorlanadi. Ayniqsa toshkentlik muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Mana shu nonlarni sog'inganmiz. Abdulla Qurbonovdan birozdan so'ng mana shu nonlarni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, eksklyuziv. Akamlar yasaversinlar nonni. Biz Muzaffarjon bilan Shart o'tkazamiz. shart o'tkazamiz. Muzaffar, tayyormisiz do'stim? qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Shartim tushuntiring unda. Mana hozir ekranga diqqat qilasiz. Bir nechta mashhur ijodkorlarni suratlari taqdim etiladi. Ularni tanib olishingiz kerak bo'ladi. O'zimiz. Albatta. Yo'q, biz hammasi o'zimiz. Qani men qochib turaman, menimcha. Tayyormisiz Muzaffar? Boshlaymiz. Xo'sh. Ko'rinyaptimi? Diqqat bilan e'tibor qiling. Bu qaysi san'atkor? Ali Otajonov. Ali Otajonov. Shunaqa holga tushdim. Ofarin, ofarin. Ofarin, ofarin. Shunaqa ulug' yoshlarga yetib yursinlar. Bu qaysi san'atkorimizni farzandi desam menimcha to'g'ri aytgan bo'laman, a? Tanidingizmi? Yordam bermang. Islom emasmi? Farmonov. Islommikin? Umidaxon? Javobingiz? Islom Farmonov. Islom Farmonov javobi aytildi, xo'sh. Qo'shnisida Islom. Shunaqa kastim. O'yinlik. Shunaqa kostyumi bor. Kostyumdan tanidingiz, a? Voy. Yashay, davom etamiz. Xo'sh. Izzat Shukurov. Izzat Shukurov. Ofarin. Izzat, shunaqa chiroyli qarar ekansiz. Yuzlardan oshib bering. Xo'p, davom etamiz. Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova. Yuzga kirsalar ham shunaqa chiroyli bo'lib qoladilar. Ofarin. Voy, sizni bu shartimizda juda oson bo'ldi-ku. Davom etamiz. Xo'sh. Sanjar Xalikov. Sanjar Xoliqov. To'ppa-to'g'ri. Voy, hammasini topyaptilar. Yashang. Navbatdagisi. Yana bormi? Bo'ldi. Hammaga shunaqa chiroyli qarish nasib qilsin, do'stim. Aytganingiz kelsin. Yashang, yashang, ofarin. Baribir e'tiborli, ziyrakda zukko Nonni bo'lish kerak. qarang, nonni qarang. Qarang. Oshxonaga e'tibor qaratamiz o'rtoqlar. Oshxonada hamma gap. Abdulla aka, o'zi oshxonaga kirib turasizmi bugungi kunlarda ham? Tabii. Oshxonaga kirib turasizmi? Hech bir xabar olib? Albatta, voy men juda ham pazanda yigitman lekin. Ha, uyimda bayramlar bo'lib qolsa,
ayolim umr yo'ldoshim yetib turadi menga. Hani oshxonaga bir kiringchi qani deb qolsalar, o'zim bir chiroyli qilib qo'llarimni o'ynatib bir chiroyli qozon goblami, oshmidi, bir tansurat aka taom. men ham bolaligimda mana shunaqa nonni yoyib haligi tandirga yopmagan bo'lsam ham onamlarga yordam berardim. Yana ham men hozir gigiyenaga rioya qilib mana bunaqa pechatkalar, qo'lqoplar taqib qilyapman, lekin qo'llarim bilan bir chiroyli qilib etiklardan chiqmasin. Gigiyenaga juda ham rioya qilinglar. Endi Abdulla aka bilasizmi, oshpazlar mana masalan biz ham mana hozir kunga ishlab kelayotgan bo'lsak, xamirni his qilish uchun perchatka juda katta xalaqit beradi. Albatta, Buni endi bilasiz, o'zingiz ham endi novvoylar deganda qo'lda qiladi degani qo'lni yuvib qilinadi-da bu tozalarni banan qilib. Novvoylar bilinglar, juda ham mehr bilan yondoshishadi. Novvoyda har bitta nonni yuragi bilan, qalbi bilan qilgani uchun ham nonlarni hech ko'rasizlarmi? Chiroyli bo'lib pishadi. Shirin. Nima uchun? Novvoyi mehri qo'shilgan bo'ladi-da. Ani bemehr ish, har qanday ishda ham mehr bilan yondoshsiz, astoydil qilsiz, u ishingizda baraka ko'rasiz. U ishingizda yana ham unum ko'rasiz. U ishingizdan rohatlanasiz. Yashang. Hozir yo'limizda operator ukam aytdiki, Abdulla aka, hech eshitmaganman. Odam ajratmaysiz, eshigingiz tagiga kelgan kim bo'lsa borib xizmatini qilasiz dedilar, men aytdim. Men shu O'zbekiston xalqimni bolasiman, shu vatanni farzandiman. Qanaqa qilib eshigimni taqillatib kelgan odamman. Hurmat qilib Abdulla aka niyat qilganman. Shu to'yimga sizni, shu bor berishingizni onam yaxshi ko'rarlar, otam yaxshi ko'rarlar deb kelgan insonni hech qachon xafa qilmaganman. Sababiki inson g'animat dunyoda. Odamzod o'zidan yaxshilikni qilish kerak, yaxshilik qoldir. Aka, xalqni sevimli ijodkori, san'atkori bo'lish bu boylik aslida. Siz ham shunaqa boy insonsiz va farzandlaringiz ham boy bolalarda. Ha, mana Muzaffar boy bola degan qo'shiqni ijro etibdilar. Hozir shu qo'shiqni eshitsak, ungacha nonlarimiz ham tayyor. Muzaffar mikrofonni qo'lga oling. Qani oling. Sahnamiz sizga muntazir. Marhamat. Boy bola. Hammamizga shunaqa. Osmonga yetsa qo'lim, zardanda bo'lsa to'nim, ilmaydi nazariga hech. Topolmay ko'ngliga yo'lim, yordam bermadi pulim, gul berishga qoldimmi kech. O'ylarimni oxiri yo'q, bilaman to'xiri yo'q, osmon desam undan baland. Yerda qoldik biz dast bo'lib, olay alamim qasd qilib, o'rab olaman bir kun kelib. Voy, mendayin yaxshi bola, topolmaysan-da qara, qilmagin keyin ming afsus. Sevgiga boy bu bola, kul bo'ldi yona yona, kutdimda kelmading hanuz. Mendayin yaxshi bola, topolmaysan-da qara, qilmagin keyin ming afsus. Sevgiga boy bu bola, kul bo'ldi yona yona, kutdimda kelmading hanuz. Olov ekanda har so'zi, boqmas birovga ko'zi, shu uchun ham sevdim men netay. Qolmayman izlaridan, o'tkuncha yuzlaridan, qaytmayman ortimga atay. Voy, o'ylarimni oxiri yo'q, bilaman to'xiri yo'q, osmon desam undan baland. Yerda qoldik biz dast bo'lib, olay alamim qasd qilib, o'rab olaman bir kun kelib. Voy,
topolmaysan-da qara, qilmagin keyin ming afsus. Sevgiga boy bu bola, kul bo'ldi yona yona, kutdim-da kelmading hanuz. Mendayin yaxshi bola, topolmaysan-da qara, qilmagin keyin ming afsus. Sevgiga boy bu bola, kul bo'ldi yona yona, kutdim-da kelmading hanuz. Ovozingizga ko'z tegmas. Hammamiz Go'zal. aslida boy insonlarmiz. Ota-onalarimiz Albatta. yonimizda. Shunday yurtni, shunday vatanni farzandlarimiz. Bu Albatta. baxt, haqiqiy boylik. Xo'sh, oshxonada ishlar shunday tez sur'atlarda davom etyaptiki, mana akam darmodorlarga boy bo'lgan malhamni quvvatlantirib Sog'lom yashay desangiz, yosh ko'rinay desangiz, mana bunday chiroyli choylardan ichib turinglar. Bu choy baniyati shifo gulladan. Gulladan. Gullani ayni ani guli bu, gulli ham guli bo'ladi. Gul gullagan paytda mana shunaqa choylarni chiroyli qilib damlab ichib turinglar. Bu damlamalar inson organizmiga juda foydali. Nimalardan tayyorlangan? Xo'p, gultoji xo'roz, karkade, koritsa, Tamashka. ramashka bor и shafran bor. Xullas dunyoda neki yaxshi narsa bo'lsa shuni ichida bor. Vitaminga boy, tabiiy, original mahsulot. Bundan sizlarga ham tavsiya qilib turaman. Har xil anu bo'lar, bo'lmas ximikatlardan ko'ra original, o'zimiz toza, tabiiy. Hozir mana Shifobaxsh. taom ham tayyor bo'libdi. Yo'q, tayyor emas hali. Tayyor emas. Yo'q. Ye. Ha. Hali taom tayyor bo'lmadi. Yo'q, bizda antiqa holatlar bo'ladi faqat. Bu qachon tayyor bo'ladi? 5 daqiqa. 5 daqiqada tayyor bo'lar ekan. Hamidda yana ozgina qo'shiladigan mehr bor-da, mana mehr yetilyapti. Mana qarang, mana uni buni qo'yaylik. Abdulla akam, Labay. sizni xalqimiz o'sha bolalikda Farruh Zokirov bilan chiqishlaringiz, ondan so'ng o'sha o'smirlik payti Botir Zokirov rahmatli ustoz san'atkorni arab tangosi orqali yaxshi edi. Da Zahratanmi? يا زخرة في السؤال رأيت خاقي السؤال كانت خليخ الليادي وخبنت خليادي واشغلت خولو طمت صخر زخو هيا زراني ولشاين دواني أين صادم خبر خم دواروغي هيا زراني ولشاين دواني أين صادم خبر خم دواروغي وهو خب خمر سرولاكو فض علي فبدا ويت قروخي يا نسير فربيسم يغالي تيوبوس Ofarin. Shu qo'shiqni o'sha payt ijro etganingizda rahmatli Botir Zokirovning onalari ko'rib o'g'lim qaytib kelganday bo'ldi deb Yig'lagan ekanlar sahnada. Men duolarni olish baxtiga muyassar bo'lganman. Shoistonam meni ko'rganlarda sen meni Botir bolamni qaytarib olib kelding oldimga deganlar. Onam hoji onamlar bilan o'tirib, hattoki konsertda yonma-yon o'tirib, Shoistonam shu men sahnaga chiqqanda, "Voy bu bolachi kimni bolasi ekan? Buni kim tuqqan ekan? Shu onasini bir ko'rsamidi" deb gapirsalar, onam yonlarida o'tirgan bo'lgan. Endi onam kamtar ona bo'lganlariga indamay turib, ashula aytib bo'lgandan keyin
shu bolani onasi men bo'laman onajon deb onamlar bilan juda yaqin bo'lib qolishgan Siz edi. ko'plarning duosini olgansiz deb boya aytdim, u qancha ulug'. Aka, bitta gap, hamma hozir ko'ryapti bizni. Shuncha chiroyli qo'shiqlaringiz borda, bitta konsert bering, siz Xudo munosib. xolasa. Hamma konsert beryapti. Duo qilib turinglar aziz muxlislarim. Inshaalloh shu bu yili 2026-yili Abdulla Qurbonovni ijodiy kechasi bo'ladi, Xudo xohlasa. Bu faqat sizlarning duolaringiz bilan, bizning harakatimiz bilan. Endi bu qo'shiqlarni kuylash uchun mana bunaqa ovqatlardan yeb turish kerak aka. bo'ladi. Zuhriddin akamni ijodiy ovqati. Parhez, mana ro'zaga zo'rda bu spagetti, halol kolbasalar, sosiskalar bor, ustida qaymoq zo'r. Yashang, qo'lingiz dard ko'rmasin. Dard ko'rmasin. Qarang, bunimizni qo'ziqorin spets sous bilan qilingan. Kimdir masalan soussiz yeydigan bo'lsa, spagetti qaymog'i bilan bor. Yashang, ofarin. Hammani o'zini tabiga ko'radi. Dard ko'rmasin. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sizni ham ijodingizga omad aka. Birozdan so'ng nonlarimiz tayyor bo'ladi. Unga qadar Abdulla akadan eshitamiz, qo'shiq eshitamiz. Tillarim ham haligi Go'zal vaziyatlarda. Muxlislarimiz, bizni teletomoshabinlarimizni kayfiyatlarini yana ham oliy darajaga olib chiqish uchun hozirgi yangi qo'shiq Odinaxon, Odinaxon qo'shig'ini eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng agar ulgursak, ovqatlarni, nonlarni baham ko'rib, tatib ko'ramiz, baho beramiz. Ulgurmasak efirdan keyin albatta birgalikdamiz. Demak, yangi qo'shiq Abdulla Qurbonovdan Odinaxon taronasi raqsida go'zal raqqosamiz Mashhuraxon Isoqova. Marhamat. Dilim yandı yey, aqlimni oldi yey, jamolingni ishqida bir divanang bo'ldim ey. Ah, dilim yandı yey, aqlimni oldi yey, jamolingni ishqida bir divanang bo'ldim ey. Odinaxon, Odina, seni sevdim yine, hayolimda sengina. Odinaxon, Odina, Odinaxon, Odina, seni sevdim yine, hayolimda sengina. Odinaxon, Odina. Odinaxon, Odina, so'zlari dona dona, hayolimda sengina. Odinaxon, Odina, Odinaxon, Odina, so'zlari dona dona, hayolimda sengina. Bir dona sen, bir dona. Odinaxon, Odina, seni sevdim yine, hayolimda sengina. Odinaxon, Odina, Odinaxon, Odina, seni sevdim yine,
desangina odina xonodina Yashang Abdulla aka, mashhuravon sizga ham katta rahmat. Akam Afarin. qirralari ochilib ketadi, chiroyli raqqosalarning oldida o'zlari ham raqqos ketadi. Endi vaqtimiz kam aka. Ko'plar so'rayapti, non tayyor bo'ldimi yoki yo'qmi? Nonni ko'rsatinglar. Birozdan so'ng tayyor bo'ladi, lekin unda pechda pishayotganini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Qani? Dasturchilarimizni iltimos qilamiz. Iltimos qilamiz. Mana non tayyor bo'lyapti. Endi vaqt Oliy vaqt, hakam. Oliy hakam bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Nonni ham, taomni ham efirdan so'ng albatta birgalikda tatib ko'ramiz. Yaqinroq keling do'stim, singlim, kelinglar. Shunday ajoyib zamonda kuylash baxti, madh etish baxti nasib etgandan xursandmiz. Ijodiylarga omad, muvaffaqiyat, hammamiz xonadonimizda yaxshi qo'shiqlar yangrasin va buguncha biz muxlislarimiz bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha azizlar. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Omon bo'linglar.